2009-yil Matiz Best polnistda asfalt bo'lgan, udarlari yo'q. Holati shu. Tak oldida orqasida ozgina udari bor. Qozongacha ham unaqa o'tmagan. Orqani ochib yuboring. Oldida ham ozgina slexga udari bor, ichiga o'tmagan unaqa, strashniy o'tmagan. Ammo orqasi orqalari 2009-yil. Tak balonlari yaxshi, sredniy holatda. Oldilari stablyovka bor joylari. Bunga qiziqayotgan bo'lsa, bemalol egasini nomeri bilan tashlab qo'yaman, bemalol aloqa qilib ko'ringlar. 2,5 mingga beraman deyapti ega. Shu holat.